Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda funksiya va formulani ishlash tartibini o'rganamiz. Korxonani tayyor kirim-chiqim Excel fayli bor. Shu jadvalda funksiya va formulalarimizni ishlatamiz. Birinchi ustunimizdan boshlaymiz. Data ustunimizda kamchilik borligini ko'rsatyapti. Ya'ni bu o'zi data formati turibdi, lekin Excel'da o'zini data formati bor. Shu formatga o'tkazib olishimiz kerak. Buning uchun kamchilik boshlangan joydan, ya'ni mana pastdan, ikkinchi qatordan buning uchun kamchilik boshlangan joydan tanlab olamiz. Ya'ni ikkinchi qatorimizda shu kamchilikni ko'rsatyapti. Buning uchun kamchilik boshlangan joydan boshlab buning uchun kamchilik boshlangan joydan tanlab Ctrl Shift pastki strelkani bossak, butun ustunimizni oxirigacha belgilab beradi. Ya'ni bu xato hozir bizani oxirgi ustunimizgacha bor. Mana shu belgi chiqib turgan bo'lsa, demak, shu ustun tanlagan har bir buning uchun kamchilik boshlangan joydan tanlab Ctrl Shift pastki strelkani bossak, ustunimizni oxirigacha belgilab beradi. Endi shu belgini ustiga bosamiz. Biz 20 ni tanlaymiz. O'shanda data formatiga o'tkazib beradi. Keyingisi bizga kerak emas, ortiqcha bo'lgan ustunlarni olib tashlaymiz. Uning uchun shu ustundan bitta yacheykaga kelib olamiz va Ctrl probel funksiyasini bosganimizda butun ustunimizni belgilab beradi. Endi buni o'chirib tashlash uchun Ctrl minus bosganimizda shu ustunimiz o'chirilib ketadi. Kerak emas ustunlarni olib tashladim. Oxirida yana bor ekan. Ctrl probel, Ctrl minus. Endi keyingisi bu ustunimizni hozir o'qishga qiyin bo'lyapti. Buni mingga ajratib olamiz. Ya'ni biz kerakli ustunni tanlaymiz va paneldan shu 3 ta nolni bosamiz. Har bittasini mingga ajratib chiqadi. Endi butun jadvalimizni belgilaymiz. Ctrl A. Ctrl A qilsak, butun jadvalimizni tanlab beradi bizga. Endi buni kengligini to'g'irlab olishimiz kerak. A va B ustunlarining o'rtasida shu belgini marta bossak, kengligini to'g'irlab beradi. Endi kirim va chiqim ustunlarimizning jami yig'indisini chiqarib olamiz. Buni formula orqali qilamiz. Kirim ustunimizga o'tamiz. Ctrl Shift pastki strelkani bossak, bu barcha ustunni tanlab beradi va Alt barobar bosganimizda eng tegi qatorga bizani jami summamizni qo'shib beradi. Endi chiqim tomonimizdan Ctrl Shift pastki strelka yana kerakli diapazonni tanlab olib, Alt barobar bosganimizda eng tagiga bizda jami yig'indisini chiqazib beradi. Shu joyda bizda sum formulasi ishlayapti. Agar biz buni qo'lda yozadigan bo'lsak, buni tartibi qanaqa bo'ladi? Har doim formula yozishdan oldin barobar belgisi va formulani davom ettiramiz. Sum formulasi bizga jami yig'inini chiqazib beradi. Chislo 1 biz aytamiz. Eng tepasiga chiqamiz. Tanlaymiz va Ctrl Shift pastki strelkani bosib Enter bossak, bizga qo'shib beradi shu ustunni barcha yig'indisini chiqazib beradi. Va eng oddiy formulamizdan yana bittasi barobarni bosamiz. Kirimdan ayiramiz chiqimni. Bizda shu summa qoldig'imiz bo'lyapti.
Bu Excel'imni kanalga tashab qo'yaman. Amaliyot sifatida shu Excel'dan foydalanishingiz mumkin. Hammaga xayr, salomat bo'linglar.